Narxda arzon aytib uyingizni o'tinga to'ldirib yuborishdimi? Mayli hech qilsa yo'q, keyin safar tanlovda adashmaysiz. Tanlovda adashmagan yana bitta klientimizni xonadonlarida ishlarimizni yakunladik va natijani qisqa obzor qilib ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda to'g'ri joylashuvda chiqarib oldik. Keyin hamma qulayliklarni hisobga olgan holda hammaga birdek yoqadigan neoklassika stilida dizayn qildik. Ha aytgandek, dizayn qilish mutlaqo bepul. Klientimiz qimmatdan bo'lmasin, arzon ham bo'lmasin deganlar uchun sredniy variant bizga juda ham mos keldi. Endi mebelga o'tamiz. Ayollar va erkaklar kiyim-kechaklari uchun shunaqa gigantskiy shkaf qilingan. Fasadlar dizaynga mos ravishda ishlangan va emal bilan qoplangan. Sifat har doimgidek ideal. Oynali fasadlarimiz ichiga podsvetkalar qo'yilgan, sumka, aksessuarlar qo'yib qo'ysangiz juda chiroyli vitrina bo'ladi. Sayt bekor ochig'i shu tomonga jinni bo'ldim aka. Ha Jahongir bu bekorga basta, batta santimetrgacha hamma yoq geometrichni to'g'ri terib chiqilganda, mana bu mehki panellarni qarang, qana bir xilda cho'tga turibdi. Mana ularning har bittasi razmer bo'yicha teriladi, ya'ni naturalnish nima deyapti? Kровать полный обивка qilingan. Kabut mexanizmi qo'yilgan-a? Yo'q, o'shalar ekan aka bu. Ha bu batga chimadan, gabaritni har xil balobatlarni solib qo'ysangiz bemalol joy bo'lib ketadi. Zo'r yechim qilgan ekansiz lekin aka. Matrasdan вообще zo'rini tashab berganmiz. Manikidan ekan aka? Ha, sizgidan maza qilayotgandirsiz. Uyquda o'zgarish bo'ldimi aka? Yo'q. Televizor tagida TV konsol, bu tomonda trimoyimiz pufilari bilan, bularning hammasi полностью крашенный. Mexanizmlari tandemdan foydalangan biz. Gelikka konkurent yo'q bo'lganda, eshik bo'yicha sayt beka sizga ham konkurent yo'q aka. Yopilishini qarang. Uyingizni remont qilib jihozlamoqchimisiz? Hayolingizga kelgan dizaynni yaratib, realizatsiya qilib beramiz. Tez kunlarda siz xonadoningizda birgalikda ko'rishamiz.